Hozir bitta insonga bitta haqiqatni tushuntiryapman, u tan olmayapti. Jamiyatda ko'p inson bu narsani tan olmaydi. Aytyapman, nima uchun hindistonliklar dunyoni bosib olyapti? Ya'ni qanday ma'noda? IT texnologiya bo'yicha o'sha kompaniyalarda vitse-prezident maqomigacha boryapti, bo'lim boshliqlari bo'lyapti. Dunyoning rivojlanishiga juda ham katta sabab bo'lyapti. Nima uchun даже Angliyaning ministrlari hindistonliklar bo'lyapti? Sabab deyapman, nimada? U aytayaptiki, ya milliard aholi bor, juda ham qiyinchilikda, azobda yashayapti, ichidan albatta chiqadi-da. Yo'q. Asli sabab bunday emas, chunki bizning o'zbeklar ham qiyinchilik, o'ta qiyinchilikni ko'rgan. Hattoki non topib bilmasdan o't yeb ship-ship o'lgan odamlar. Aslida bizning yo'nalishimiz xato bo'lgan, qiyinchilikka yo'nalish xato bo'lgan. Biz aytganimizdagi bolalarimizga qiyinchilikmi? Davom mehnat qil, yerni chop, og'dar, g'ish qo'y, boshqa qil. Faqat fizik, ya'ni tana mehnatiga yuborganmiz. Aqliy salohiyatni, aqliy mehnatga biz yo'naltirmaganmiz. O'sha Hindistonda nima qiladi ular? Ular o'zini o'sha o'lib ketayotgan bo'lsa ham terisi badaniga, suyagiga yopishib ketayotgan